15-yil kuni majburiy matematika tushgan savol. Go'sht qaynatilganda o'z vaznining 40% yo'qotadi. 900 gram qaynatilgan go'sht hosil qilish uchun necha gram xom go'sht olish kerak degan savol. Birinchi qiladigan ishimiz 40% ni yo'qotsa necha foiz qoladi? Shuni topib olamiz. Ya'ni 100% dan ayiramiz 40% ni, 60% qolar ekan. Ana endi mana shu 60%imiz 900 gramga teng ekan. Endi 100%imiz qancha bo'ladi? Noma'lum x deb olamiz va proporsiya qiladigan bo'lsak, 60 ni x ga, 100 ni 900 ga ko'paytiramiz. 60x barobar 90 ming. Bittadan 0 ni qisqartiramiz. 6x barobar 9000. X topadigan bo'lsak 1500 gram yoki 1,5 kilogram bo'lar ekan.